rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga ovozini eshityapsizmi? Xo'p, bizlar alhamdulillah Alloh muborak qilgan joylardan yana bir joyga Arafotga tashrif buyurdik. Arafat nima? Arafat haj amallari bajariladigan joydir. Arafatni Alloh taolo bir muborak joy aytdiki, odam yaraldiki va momoqlar uning katta o'rnasiga yaraldi. Ular yerga qo'yildi va yerga qo'yilganlardan keyin ular ikki diyorga, ya'ni Hindiston diyori va Chita tomon diyoriga tushdilar. Va birlar bilan 400 yil davomida ko'rishmagan. Bir hadisda aytadi, hadislarda Muzdalifa vodiysi deydi. Sahihroqi Muzdalifa deyshadi. Ko'proq nima Arafatda deydi, uchrashishgan deydi odam bilan havo. Ya'ni undan keyin inson bolalari tug'ilib davom etib boshlagan. Insoniyat yerga qo'nib tushishi emas va yerda qayta ko'rishgan joy hisoblanadi bu yer. Tushundingmi? Va haj amallarida arkonlariga kiritilgan. Azizlar, bizlar o'z yurtimizda nishonlaymiz. Masalan, ertaga inshaalloh yaqinda Ramazon keladi-ya. Ramazon hayiti va Qurbon hayiti bo'ladi. Ikkita hayitimiz bor. Lekin biz har safar ikkita hayitdan oldin nima qilamiz? Arafa kuni deb o'zimizga gap olamiz. Yo'q. Arafa kuni faqat bir kun hojilarning Arafatda turishligi. Bu Zulhijja oyida keladi. Kichkina hayitda mana Ramazon hayitdan bir kun oldingi kun hech qachon Arafa kuni deyilmaydi. Qachonki hojilar Arafatga chiqishadi, Arafatda turishadi, o'sha kunni Arafat deyiladi. Biz turgan makon hammasi Arafatning hududi ichida turibmiz. Arafat ichidamiz. Bu ko'rib turgan tog'laringiz Jabalur Rahma, ya'ni rahmat tog'i. Payg'ambar alayhisolatu vassalom umrlarida bir marta haj va 4 marta nima qildilar? Umra qildilar. Alloh qodir qilib Makka mukarramada yashaganlarda balkim ko'proq haj va umra qilishliklari mumkin edi. Payg'ambarimiz hijrat qilib Madina Munawvarada yashaganlar. Bu Jabalur Rahma. Payg'ambarimiz umrlarining vafotlaridan oldin 81 kun oldin nima qiladilar? Butun musulmonlarga va'z o'qiydi. Ya'ni kim tog'ning ustida turgan tosh, oq tosh va qora belbog qilib qo'yibdi-ku, bu tosh nima qiladi? Oq tuyalarini cho'ktirib, shuni ustida musulmonlarga va'z o'qigan. Ramziy ma'noda tosh qo'yib qo'yibdi, bo'ldi. Tushundingmi? Uni borib o'pish kerak, quchoqlash kerak, biron nima so'rash kerak degan narsa emas. Jabroil alayhisalom kelib, bu Jabalur Rahmadir, duolaringiz ijobat bo'ladigan o'rindir deb nima qilgan, tanitgan bizga. Umumiy biz Arafatning ichki qismida turibmiz. Endi azizlar, haj nima? Hajni Alloh taolo 5 ta ulug' arkon berdi, buyuk bizga farz qilib berdi. O'shani biri hajdir. Kimning nisobi yetsa, nisobi yetib turib pul miqdori yetsa haj bajarishlik farzdir, bajarmasa qiyomatda albatta bu narsadan so'raladi. Vallohu alam, Alloh bilguchi, ko'pchiligimizni nimamiz haj farz bo'lib qo'ygan bo'lishligi mumkin. Lekin Alloh taolo bizga ne'mat beryapti. Ne'mat berilgan ichida 4 ta mashina va 5 ta uy yoki falon pul yig' deyilmayapti-da. Kimningdir hajga farz bo'lib, o'sha farzni bajarmasa ertaga qiyomatda og'ir bo'ladi. Buni bajarish uchun harakat qilishimiz kerak. Sababiyatini qilib qo'ysak, mana yildan yilga imkoniyat bo'lyapti. Hajda nimaga navbatlar yozdirib qo'ysak, hozir navbat ham nimaga tez kelyapti. Ya'ni kim bizga O'zbekistonga Imom Buxoriy hazratlarining nimasini sharofati bilan, hurmatidan quvvatini kattaroq beryapti. Ya'ni hoji bo'lishligingiz, kelib ketishligi inshaalloh oson bo'layapti azizlar. Hojilar kelishadi Makka mukarramaga. Nega 1 oy? Nega 1 oy? Tayyorlanishadi, hajga tayyorlanadi, poklanadi. Chunki bitta nimaga ulug' bir Allohning bergan farz amalni bajarishlik va o'yindan soqit qilish uchun kelishadilar. Kelganlaridan keyin hajga yaqin, ya'ni Zulhijjaning 9-kuni bilamiz, a? 9-kuniga kelishadilar. Birinchi bo'lib Minoga kelishadi, Mino vodiysiga. Minoda bo'ladi, ihromdan kelishadilar. Ihromdan kirib, undan keyin nima qilamiz? Arafatga, ya'ni Arafa kuni hajda, ya'ni bajariladigan kuni Arafa kuni nima qiladi? Arafatda turishadi. Erta tongda kelib, to kechgacha Arafatda bo'lishliklari shart bo'ladi. Agar siz Arafaga keldingiz, Arafatga erta tongda kelib, abedgacha, ya'ni peshindan oldin chiqib ketib qolsangiz, sizning hajingiz haj bo'lmaydi. Qachonki siz kelib, asrdan keyin shomga yaqin quyosh botishligigacha turadigan bo'lsangiz, hajingiz haj bo'ladi. Alloh nasib qilib asr namozidan keyin kelib yoki asrda o'qib, undan keyin shomgacha turadigan bo'lsangiz ham inshaalloh hajingiz haj bo'ladi. Lekin peshindan oldin kirib turib qaytib ketishlik mumkin emas. Arafatga kelgandan keyin hojilar duolar qilishadi va bu yerda bir azon va 2 takbir bilan peshin namozi bilan asr namozini jam qiladi. Ya'ni bitta vaqtda, peshinda vaqtida peshin namozi bilan asr namozini qasr qilib jam qilib o'qiydi. Duolar qiladi, quyosh botishligi bilan yana nima qiladi? Sekin-sekin Muzdalifa vodiysiga chiqib ketishadilar. Muzdalifa vodiysiga boradi. Muzdalifada nima qiladilar? Bir azon 2 takbir bilan shom bilan xuftonni bitta vaqtda o'qiydi qasr qilib.
Ya'ni shom o'z holida Xuftonni qasr qilib, jam qilib o'qiydilar. Shundiga Arofatda faqat duolar qilinadi, duolar ijobat bo'ladigan o'rinlarda turibsizlar. Arofatda hammaga nasib qilsin. O'zi hajning 3 ta farzi bor. 3 ta farzi bor. Birinchisi ihromga kirishlik. Ihromsiz Arofatga kelib haj bo'lmaydi. Ikkinchisi Arofatda turishlik. Uchinchisi esa tavofil ifoza. Ya'ni hojilar Arofatga keladi, Arofatda amallarni bajaradi, Muzdalifaga boradi. Muzdalifadan jamoratga borib shaytonga tosh otadi. Shaytonga tosh otgandan keyin qo'ylari so'yilganligi xabari keladi, sochlarini oldiradi va kiyimlarini almashtirib faqat haj mavsumida. Oddiy mana shu erkaklarimiz kiyimda turibdi-ku, mana shu kiyimda borib tavofil ifoza qiladi. 7 marta tavof qilib, 2 rakat tavof namozini o'qidi va hajning farzlari tugaydi. Va undan keyin yana 3 kun davomida nima qiladilar? Shaytonga tosh otish uchun har kuni kelishadilar. Shaytonga tosh otish o'zi 3 kun, 4-chi kun avval bajarsak nima bo'ladi? Sunnat amal hisoblanadi. Savob bor inshaalloh. Shunga Arofatda shakli shunday. Lekin azizlar bitta narsani unutmaylik. Arafat kunini janoza kuni deb belgilamash kerak. Arafa kunini. Aynan Arafa kunini bizlarda 99% nima qilamiz? O'liklarni yo'qlash, janoza bo'lganlarni yo'qlash, qabrlarga borib ziyorat qilish qilamiz. Yo'q. Agar kimki Arofatda turmagan bo'lsa, haj amalida qoyimi soyim bo'lib turmagan bo'lsa, unga bitta amal bor, nima qiladi? O'sha kuni roza tutadi. Savob bo'ladi. O'sha kuni Arofatda bo'lmagan inson roza tutishligi lozim bo'ladi inshaalloh. Shunga lekin bizlar o'sha narsani nima qilamiz? Ayollarimizdan iltimos qilamizki, o'zimizga nima qilib olganmiz? Arofa kunini o'likni yo'qlaydigan kun qilib olganmiz. O'zi payg'ambar alayhisolatu vasallam ayollarni qabristonga borishdan qaytargan. Qabrlarda ziyorat qilishlikdan qaytargan. Erkaklarni bilamiz, erkaklar o'zlariga nimaga o'sha narsadan, shirkdan, bid'atdan sal yiroqroq bo'ladi. Ayollarimiz boradi, qabrlarda ko'p narsalarni nima qiladi? Bajarib keladi azizlar. Bu narsalar o'ta yomon, o'ta qiyin narsalar. Azizlar, faqat qabrda nima bo'lishi mumkin? Qabrga borganingizda unga bitta mevasiz daraxt ekib qo'ysangiz, undagi qabrdagi nima qiladi? Azob to'xtab turadi. Ya'ni o'sha daraxt quraguncha unga borib boshqa narsalarni, jonsiz narsalarni borib kiritishlik mumkin emas. Yaqinda savol beryapti, bittasini tushiga har doim onasi kirar ekan, ochman deb kirar ekan. Alloh taolasi harom amal ila folbinga boryapti. Borsa qorninga nonda ish qilib turib, qabrga otib bor deyapti. Nima qiladi? Onasini qorni to'yib qoladimi? O'zingiz tadabbur qiling, o'zingiz tafakkur qiling, qilayotgan ishingizdan. Nima onasini qorni to'yib qoladi, buni qorniga chiqib turib qabrga otib borsa? O'zingiz o'ylab ko'ring, biz qilyapmiz shu ishlarni. Bu shu ishlar ustida turibmiz. U ishlar qachon to'xtaydi? Qachonki bizlar to'g'ri yo'lda bilsakkina to'xtaydi. Qachonki biz amalimizni, tadabburimizni, tafakkurimizni kuchaytirsakkina to'xtaydi. Mana biz qilib kelyapmiz. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida dinga da'vat qildilar, to'g'rimi? Ular da'vatda nima dedilar? Ota bobomizni dinidan qaytarasanmi dedi, to'g'rimi? Biz nima deyapmiz? Biz ota bobomiz qilgan 7 so'zma, 9 so'zma, 11 so'zma, jannatga qo'yib qo'ygan. Shu ota bobomiz adashib jahannamga ketgan bo'lsa, biz ham ortidan jahannamga borishimiz kerak deganimi? To'g'rimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men qilmagan ishni qildi degan va men aytmagan gapni aytdi degan jahannamdan o'zga bitta joy tayyorlab qo'ysin degan. Biz qilyapmiz. Shunchaki ochiq, oddiy narsadek tasavvur qilib qo'yapmiz shu narsalar, azizlar. Qachon biz fikrni qo'yamiz? Qachon? Azizlar o'ylab qarangki, hozir qaysi savolingizga javob yo'q? Qaysi diniy savolingizga javob yo'q? Ayting. Hammasiga bor, to'g'rimi? Internet ismi 24 soat futbol hayot ishlab turibdi. Qaysi savolingizga javob yo'q? Faqat bitta narsa, biz amal qilmayapmiz. Biz to'g'ri yo'lga qaytmayapmiz. Biz qachonki o'zimiz to'g'rilashak, biz degan narsani tan olsak, yaxshilikka qarab yuramiz. Mana kimga hech kun bo'ldi, tegalasiga 10 kun bo'ldi. Mana yangi gruppamizga ham 5-6 kun bo'ldi. Kim nimaga erishdi? Savol bering o'zingizga. Kim nimaga erishdi? Yana 3 kun 4 kun qolmaydi, emas o'tib ketadi, aniq o'tib ketadi. Hech kim bu yerda sizni ushlab qolmaydi. Nimaga erishdi? Faloncha sen deb savol bering o'zingizga. Necha marta tavob qilding? Necha marta Kabadagi jamoatga ergashding, imomlarga? Ha? Necha marta zikr qilding? Qaysi yaxshilikni qilding deb savol bering qani? Kimdir yutyapti ibodat qilib, Allohga qaytib. Kimdir o'yin kulib bilan o'zini xarob qilib ketyapti azizlar. Bo'layotgan voqea. Kimdir mana o'tiribdi. Azizlar, xafa bo'lish kerak emas. Qachon fitna kelib chiqadi? Fitna bekorchilikdan kelib chiqadi.
fitna bekor qolgan odamdan nima qilishini bilmagan odamning ortidan fitna kelib chiqadi. Kimdir ovqatni gapiryapti, kimdir oshxonani gapiryapti, kimdir liftni gapiryapti. Hatto Allohning bergan, nimasi bergan bizga haroratni bergan mana kunda harorat. Ob-havoni bergan, shuni ham gapiramiz. Alloh bergan-ku buni. Bir eshikdan chiqadi issiq deydi, xonaga kirdim deydi, salqin deydi, nima qilib berish kerak? Ayting. Asli bizning maqsadimiz nima edi azizlar? Hammamizning maqsadimiz nima edi? Avvalo men ma'ruzada aytgan, mana biz qulmiz. Qulligimizni bildirish uchun kelganmiz. Gunohlarimiz oshib toshib yotganligidan Alloh taolaga yalinib kelganlarmiz bizlar. Lekin biz o'ynab yuribmiz. To'g'rimi? Telefonlarni o'chirib qo'yinglar, iltimos.